Azizlar, mana navbatdagi Embratransferdan oldingi ofis gistroskopiyasi 2024-yilda to'liq jarayoni bo'lgan eko programmasidan keyin hozir navbatdagi Embratransfer uchun qayta murojaat qilganlar. Bachadon bo'yni kanali juda ham yaxshi holatda ko'rinishida va mana bachadon ichi Embratransferdan oldingi holati bugun hayzni 12-kunida bir joyda qizil dog' ko'rdik, bachadon naylariga ketaverish qismi. Ikkinchi joydagi dog', uchinchi joydagi qizil dog'lar mana bir ozgina yallig'lanish borligidan dalolat beradi. Ana e'tiborimizni tortadigan yana bir holat bachadon shilliq qavatidagi mikropoliklarning borligi mana. Bu surunkali metrit belgisi hisoblanadi. Bachadon ichi shilliq qavati yaxshi. Tug'ruqdagi kesir qirqish amaliyotini shandiq bitishi juda ham yaxshi bitgan. Bir ozgina yallig'lanishga qarshi davo choralarini o'tkazgandan so'ng Embratransfer amalga oshirildi.